Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Mana biz hozir Yunusobod domimizdan oxirgi shtrixlarni yig'ishtirgani keldik. Hamma joylarni yig'ishtirib tozaladim. Oynalarni yuvdik. Pollarni bir sidir artib chiqib, shuning uchun ahvol bo'lib yotibman. Mana o'zimga qarashga vaqtim bo'lmadi. Ha? Kayfiga. Hozir yuvdim-ku. Lustralarni mana yuvdik. Oyijon, kelganingizdan keyin o'sha ketayotgan joyingizni tozalab keting dedilar. O'shancha o'chirdim storisini. Nima unaqa buzvoz? Когда ты убиралась? Убралась, чуть не грохнулась, пока все занавески повесила. Алдаши Захари. Oyijon, bizmang unaqa kontentimmi? Instagramga hadeb ishonurmaylar. O'zim yuvib tozalab hamma yoqni kayfiligacha bir hafta oldin tozalab ketuvdim. Kelin hozir kelib mana o'tiribdilar. Mana qizlar oyijon chanqab ketgan ekanlar, bir pasta magazindan suv olib chiqib berdim. Voy, men tiqib qoldim.